programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Yosh edik. Uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingidek bo'p qoldi ana navrimiz. Az edik. Mushkul safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon otaldi. Qoldirib cho'llarda iz. Ay bu kunlarda o'lim degan nima qoriq tugiga o'xshab qoldi. To'g'ri, uni jodiga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishkanligini nimadan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Peter inilarga ma'lum. Ammo az yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni itib tashlashga hukm chiqardi. Shuningdan keyin Li Shufu Junhua Mingoning hozirgi Dasongtong Yuanshikayning butun mamlakat miqyosida Sunjongshan tarafdorlariga qarshi yurgizayotgan siyosatini. Bo'libmi, chegara rayonlaridagi Vangonglarning huquqini saqlab qolish, Vanglarning o'rniga tegmaslik haqida maxsus buyruq tushirganligi. Shuning uchun Shah Mahsud Vangni o'rib-o'tish davlat siyosatiga xilof ekanligini. Agar bu fikrda qattiq tursa, Qumuldagi qo'zg'alangan markaziy hukumatdanmi qo'l tiqib qo'yadiganligini. Yang Jangjong xalqparvar bo'lganligi uchun fuqarolar jafo tortib qolmasin deb bu ishni tinchlik bilan hal qilishga bel bog'laganligini. Agarda Temir xalqi ma'qul ko'rsa, hukumat tarkibida amal tutib, umr bo'yi rohatda o'tadiganligini. Shah Mahsud Vangni insofga keltirib, olgan yasoqlarni zo'r darajada ozaytish mumkinligini uzun tushuntirdi. Bu ishni tinchlik bilan tugitaman degan odam nemishqa Hofiz Yingjang, Niyoz Yingjang va Ma Yingjanglarni nurg'un cherik bilan qumulga avatidi. Tega qancha, yig'iri shuncha deb Jangjong janoblarining o'ziga loyiq ta'di bor. Urumchidagi ba'zi amaldorlar Jangjong janoblarini Dazongtongga arz qildi. Temir qo'zg'olonida yumshoq qo'llik qildi deb. Shunga Dazongtong agar temir el bo'lmasa, cherik chiqaringlar deb yorliq avatibdi. Jangjong janoblari yorliqni ado qilmas bo'lamdi. Li Shufu cherik yorliq degan so'zlarni salmoqlik bilan aytdi. Ondan mundaq dedi. Xalpam, biz din qarindosh. Bizning Xudoyimiz bir, payg'ambarimiz bir, kahbimizmi bir. O'zlarining qarab turib bir falokatga uchrab qolishlarga hargiz chiday olmayman. Men Urumchidagi vaqtimda bu yerdagi hamma ahvollarni angladim. O'zlariga dastlab qo'l bergan Saypong to'xtadan kelgan vafo shunchalik bo'pti. Qolganlarning ko'nglida nima jin borligini Xudoyim biladi. Men elchi bo'lib kelishni Jangjong janoblaridan o'zim so'radim. Maqsadim o'zlariga hamma gapni aytib, din qarindoshlik mehrini bildiray. Bir taqvodor qarindishimiz qarab turib falokatga uchqashmasin deb edim. Qolganlarning oldida hamma gapni aytqil bo'lmaydi deb ularni ketkizib etdim. Menga ishansizlar shu. Yaxtisilimi ixtiyorlari obdan xiyol qilib baqsizlar. Men bir necha kun turib turay. Bu gaplar Temir xalqini xiyolga selib qo'ydi. Li Shufu o'z sehrining uningga ta'sir qilganligini ko'rib, ich-ichidan xushal bo'ldi va shu kundan boshlab Temir xalqini o'ziga texmiram qilishga kirishdi. U har kuni yarim kechada qo'pib, astoydil holda tahorat oladi-da, namoz bomdodgacha sham yo'riqida Qur'on o'qiydi. Beshig'i chiroyli salla o'rab, 5 vaqt namozning hammasida jamoat bilan masjidda bo'ladi. Xudolik uchun deb 10 parcha kiygi setib olib, masjidning joy namozlarini yanglab chiqdi. Yosh mahrimini bir qitim namoz shamg'i kechikkani uchun jamoat oldida tanbihladi.
Күндүзләре чоң кичик демәй, һәммәйләр белән дусларча һалмун кылышып, дәрдиге ортаклашты. Халык Шамахстуандан көргән зулымларны әйткәндә, ayning 15-i qarang'u, 15-i yo'ruq deb, endi yo'ruqchilik ko'rsizlar. 12 tog'ni o'zinglar so'raydigan qilamiz. Deydi. Tömür xalqining oilasiga bo'lsa, har 2 kunda bir qitim keladi. Tömür xalqining bolalariga qand navot berib, ularni erkalatadi. Bir kuni Li Shufu basitni quchqida o'ynatib o'ltirib, "Hey, bu qizimning chichi bir talkan-ku", dedi. Darvaqa Zo'rxon ayla bu kunlarda basitning bo'y tortayotganligini ko'rib, yomon ko'zlardan asrash uchun uningga qiz bolacha paxtaliq chapon kiydirib qo'ygan edi. Basit Li Shufuning og'zidan chiqqan qiz degan so'zni anglash bilan uning quchqidan beliqdek sug'urilib chiqdi-da, talog'i qochdi. Li Shufu kulgan peta qarab qoldi. Zo'rxon aylaning o'zidan qochib yurganini ko'rib, "O'zlar meningdan 1 yosh cho'ng ekanlar. Oylamni yanga desam bo'lg'udak. Bizning yurtlarda yangilar o'z inilaridan qochmaydi. O'zlar bilan ham qarindosh, ham jondost bo'lib qoldik. Endi yangam meningdan qochmisimi bo'la, ha?" deb kuldi. Tömür xalqimi kulib qo'ydi. Hafta 10 kun o'tgandan keyin Li Shufu shaharga kirib chiqmoqchi bo'lganligini aytdi. Ansari boshliq 3 yigit uni shaharning yenigacha uzatib bordi. Li Shufu ketgandan keyin Tömür xalqa o'z hamrohlari bilan bir qancha qitim kengash o'tkazdi. Ular oxir Vangliq tuzumni yemirib tashlashning hozircha mumkin emasligini nazarga olib, agar Shah Maqsud hamma shartlarimizga unisa, yarashsak yarashayli degan qarorga kelib qoldi. 1913-yili kirib, yer zamin qilin qor bilan qoplangan chilli kunlarida zimiston sovuqining chayondek chiqib turishiga qaramay, Li Shufu bo'ri tulki juvillariga mahkam o'ralgan elchilarni boshlab yana toqqa keldi. Elchilar mo'ri bilan isitilgan uyda o'pdan sho'rpilanib, hordiq elishib bo'lgandan keyin Yangjang nomidan Tömür xalqiga kelgan telegrammani o'qishga boshladi. Telegramada Tömür xalqiga Urumchida turishliq Uyg'ur musulmon 3-otliq batalyonning komandirlik mansibi va 200 dan 500 gacha cherik saqlash huquqi berilganligi jakarlangan. Jumladan, Shah Maqsudvonga qo'zg'olonchilarning talablarini qabul qilish haqida maxsus maktub avatganligi eskartilgan. Li Shufu telegrammani o'qib bo'lish bilan hamma elchilar o'rinlaridan turib, Tömür xalqini muborakladi. Ko'rishdan xabar yo'q. Savzi dam yebdi deb, Janjon janoblari bak oldirib ketibdi. Men texe ko'nglimni to'xtatqinim yo'q. Bu gapni keyin qilishayli. Bo'pti. O'zlar nima desili shu? Shuningdan keyin suhbat boshlanib, Tömür xalqa qo'zg'olonchilarning talablarini o'tirg'a qo'ydi. Har bir modda ustida talash-tortishlar bo'lib, oxiri 3 kunlik suhbat natijasida mundaq kelishim hosil qilindi. Birinchi, o'tgan ishlar jumladan Yishofuning o'limi surishti qilinmaydi. Ikkinchi, Tömür chorva tuzumi bekor qilinib, Shah Maqsudvon molchilarga tegishli haq to'laydi. Uchinchi, dehqonlarning Shah Maqsudvon va uning begliklarga har oyda 7 kun olvon qildigan yasoq majburiyati 2 kunga o'zgartirildi. Ya'murlarning boshqa olvon sayislarimi azaytirildi. To'rtinchi, 12 tog'ni qo'zg'olonchilar o'zi idora qildi. O'zini qo'g'dashga ma'lum sonda qo'ral qoldirilgandan tashqari qolgan qurol-yaroqlarni hukumatga topshirdi. 5. Shahar va yezilarda qo'zg'olonchilar bilan aloqa bog'lagan deb Shah Maqsudvon tarafidan qamalgan 54 kishi darhol qo'yib berildi. 6. Hoshir Teji mansabdan qoldirilib, o'rniga boshqa Teji qo'yildi. 7. Mazkur kelishim Uyg'ur, Xanzu tillarida 3 nusxa putilib, biri Jangjong yamulida, biri Shah Maqsudvonda, biri Tömür xalqida saqlanadi. Bu kelishimga Shah Maqsudvon bir taraf, Tömür xalqi bir taraf bo'lib qo'l qo'yadigan bo'lishdi. Li Shufu Yangjang nomidan, Bai Wenchao Qumul yerlik hukumat nomidan ikki tarafni yarashtiruvchilar sifatida, qolgan elchilar shahidlar sifatida qo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq qo'l qo'yadigan chaqda Tömür xalqi
Avval Şah Maqsud qo'l qo'ysin. Zindondagilarni bo'shatsin. Hoshir Tejini mansabdan qoldirsin. Ondan men qo'l qo'yman. deb turib oldi. Li Shufu bu shartga darhol rozilik bildirib, Shah Maqsud bilan Bayvinchouga xat yozdi va xatni kelishim nusxalariga qo'shib, o'zining mahrami bilan Omonquldan shaharga mangdirdi. Ular 4 kundan keyin Shah Maqsud bilan Bayvinchouning tomg'illari besilgan kelishim qog'ozlarini, shuning bilan billa Shah Maqsudning maxsus maktubini elib qaytib keldi. Shah Maqsud o'z xatida zindondagilarni shartsiz bo'shatganligini, Hoshir Tejining o'rniga o'rdi beglardan Yusuf bey degan kishini tayji qilganligini jakarladi. Omonqul bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytdi. Shuningdan keyin Temir xalpa kelishimga qo'l qo'ydi. Andin Li Shufu boshliq elchilarning hammasi tamg'a muhrlarni besishdi. Navbat Uvays a'lamga kelganda, u xuddi qattiq uyqudan cho'chib uyg'ongan kishidek tengirqab qilib, anar shaklida o'yilgan kumush muhrini ta'tirib besib qo'yg'ili tas qoldi. Chunki Hoshir Tejining o'rniga o'rda beglari ichida bir qadar durust odam deb tonilib kelgan Yusuf begning tayji bo'lganligi uni qattiq vahimaga silib, fikri xiyolini teriqdek chechiyotgan edi. Uning o'yicha Hoshir Tejining o'rniga Qoziba xo'ja tayji bo'lishi lozim edi. Undaq bo'lganda o'ziga hech qanday tug'i yo'qmaydi. Amdilikda bo'lsa, har ikki himoyachisidan ayrilib qoldi. Ahvoldan qaraganda Shah Maqsud Vang bultur yoz Chendarin Oqchiqsidagi jangda o'lgan cheriklari uchun yilqi butxonada motam murosimi o'tkazgan kuni yuz bergan voqeani texi unutmagan o'xshaydi. U kuni Chendarinning cheriklari Shah Maqsudga o'q chiqarib etishvosliq boshlanib ketganda, Hoshir Teji bilan Qoziba xo'ja Shah Maqsudni qo'g'dash o'rniga uni yolg'iz tashlab qochib ketgan edi. Shuningdan buyon Shah Maqsud bu ishga tamoman ishonmas bo'lib qolsa kerak. Demak, Hoshir Teji bilan Qoziba xo'jamu Shah Maqsud Vangning nazaridan tushibdi. Bu hargizmi yaxshilikning alomati emas. Uning ustiga Yusuf bey ahli ilmga hurmat qiladigan kishi. Bo'libmi No'riz Damullani ko'proq izzatlaydi. Endi No'riz Damulla o'zining kelini Qoriko'z aylarning qotillarini surishtirib qayta arz bersa, Yusuf Tejining bu ishga astoydil qo'l tiqib, Hoshir Tejining sirini echib tashlashi. Natijada Uvays a'lamning bu ishga chetilib qilishi tabiiy. O chaqda a'lamlik mansibi tugul uning jinimi xatarda qoladi. Uvays a'lam ana shularni o'ylab o'zini halokat girdobida his qiladi va shu kundan boshlab yurak sanjiqi qo'zg'alib, tavi yo'q bo'lib qoldi. Endi Li Shufuning oldida ikki chegish tugun qolgan edi. Biri qurol yarog'ni qandoq qilib yig'ib olish. Ikkinchisi Temir xalpini Urumchiga chiqishga qandoq qilib unutish. U ikkinchi tugun yeshilsa, birinchi tugun o'zikidan yeshilib ketadi deb o'ylaydi. Shuning uchun oqshimi Temir xalpi bilan yana paranglashga fursat tepib, Urumchiga chiqishning ahamiyatini uzundan uzun tushuntirgach mundaq deydi. Ikki qo'chqarning kallasi bir qozonga patmas degan gapni unutib qolmasizlar. Qumulda turadigan bo'lsalar, birinchidan Shah Maqsud Vang bilan hech qachon obdan o'tolmaydilar. O qachali bo'lmasin, o'zlarini patqizmaydi. O'chilishdimi yanmaydi. Ikkinchidan, yig'iyondan, bola qarindoshdan deb qarbo'siq o'xshash odamlar o'zlarini tinch qo'yamdi. Ha? O'r kuni 12 tog'ni o'zinglar so'rsanglar, kim yurtbeshi bo'lar deb uni gap silib qo'ysam, Temir akam bilan mancho deydi qarsizlar. Mundaq nimalarning arsida jonlarini qiynab yurgicha Urumchiga berib, 500 sherikning beshi Temirdarin bo'lib yurmamdilar. Niyoz Yingjiang Nidarin, Hofiz Yingjiang Odarin bo'lib yurmamdi. O'zlar degan ulardan 1000 ortiq. Keyincha mansablari teximi o'sidi. Mening maqsadim mansabdor bo'lish emas. 12 taqqa bosh bo'lib o'lishma emas. Men bir yog'ochchi. Mansabni qomlashtira olmayman. El yurt obdan o'sili bo'ldi. Heppalle. El yurt obdan o'ssin desizlar. O'tir qo'ldek erlardan necha yuzining qo'liga miltiq tutqizib, Urumchida tursalar, teximi obdan bo'lmamdi. Qachonlar bo'lsa,
Yang Jangjongning yeniga kirib chiqa olaydilar. Har qanday gap bo'lsa, u kishiga ayta olaydilar. Qo'mil xalqining beshini shu yerda turib, texmi oblan silya olaydilar. Al yurtmi, Urumchida bizning otimiz bor deb, ko'ngli qornini to'xtata olaydi. Shunday emasmi? Men o'zlarga qiyomatlik do'st bo'lganligim uchun qo'rsqimdagi gapni bizami ilib qolmay hammani aytdim aka. Temir xalqini yana xiyol bosdi. U o'z odati bo'yicha so'l ingikini tatilab birdam jim o'ltirdi-da. Hay. Bu Yang Jangjongning gaplariga ishongani bo'larmi? Yaxshi kunning yomonida gapidan yinavasi qanday qilg'uliq. Li Shufu Yang Jangjongning siz oxirgi ko'zrim bo'lasiz degan gapini yana bir aslab, temir xalqining beligidan tutgan beti. Menga ishonamdilar yo'qmi? O'zlariga ishonaman. Menga ishansizlar, azbirai xudo. Yang Jangjong'ga ishansizlar. Men Qur'onni tutib beray. Temir xalqa Qur'on degan so'zni anglab, Li Shufuning ko'ziga tikilib qaradi, ondan rostmi? Rostilla Qur'on tutib beralamdilar. Azbirai, tahoratim bilan pak o'ltiribdiman. Hozirda tutib beray. Yo'q, jamoat shohid bo'lsin desizlar. Qur'onni ko'pchilikning oldida tutib beray. Amsa tang'asson. Atsi namoz bomdod o'qilib bo'lganda, birinchi safda o'ltirgan Li Shufu o'rnidan turib, masjid mihrobining yenidagi o'yiqda turgan cho'ng bir Qur'onni bismillah aytib qo'liga oldi va peshonasiga tekkizib bo'lib, ko'pchilikka mundaq xitob qildi. Jamoat, men hozir Allohning uyi bo'lgan bu masjidi muborakda har qaysilariga noiti yo'chung bir gapni aytaman. Men Alloh taoloni bir Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni Allohning bizga ibergan haq rasuli deb dilim bilan tasdiq va tilim bilan iqror qilib, mahshar kuni javob berguchi bandilikim bilan shuni aytay. Yang Jangjong janoblarining temir xaltamni Urumchiga chillishida qilchi yomon niyati yo'q. Hammasi el yurtning omonligi uchun. Bu gapim yolg'on bo'lsa, mana qo'limda turgan mushu ulug' Qur'on Karim meni ursin. Qiyomat kuni hammalarning qizil tirniqi peqirning yoqsida bo'lsin. So'ng hoji o'rnidan turib, Li Shufuning qo'lidan Qur'onni oldi va men qiri odam, 2 kunlik umrim qoldi. Lidorin hozir aytgan gapga shohid bo'laman. Menmi Qur'on tutib beray, deb qo'lidagi Qur'onni peshonasiga tekkizdi. Men qumul mahkamai sharining aqlami bo'lganligim bilan qasamyat qilib aytamanki, lidorin janoblarining aytganlari batamoman haqdir. Men buningga imonim bilan shohid. Shohidlikim yolg'on bo'lsa, meni Qur'on ursin. Dedi Uvays aqlam so'ng hojining qo'lidan Qur'onni elib. Qolgan elchilarmi o'rinlaridan turib haq deyishdi. Shuningdan keyin temir xalqa Urumchiga berishga rozi bo'ldi. Elchilar xushal-xuram qaytdi. Li Shufu yana qib qoldi. U temir xalqidan bir qadam ayrilmaslikka tirishib, xuddi soljidek yepishib oldi. Temir xalqining hamrohlari uning Urumchiga berishiga qo'shilmay, uni gap so'z bilan to'sishga harakat qildi. Biroq temir xalqining qo'liga gap kirmaydi. Shu arada Choparmanlar shahardan Li Shufuga telegramma elib chiqdi. Bu Yang Jangjongdan kelgan telegramma bo'lib, uningda temir xalqining Urumchiga chiqishga unuganligidan nihoyat xushal bo'lganligi aytilib kelib, do'stlik lazimni yerda qo'ymaganligiga ko'p tashakkur deyilgan edi. Temir xalqa endi texmi xotirjam bo'lib, Li Shufu bilan goh o'g'i chiqib, goh mehmondorchilik o'ynab, chillining chiqib ketishini kutib turadi. Qora bo'siq bo'lsa, beshini ichiga tiqib olib, hech nima demay jim yuradi. Temir akamga o'zlami gap qilsila bo'lmamdi. Men nima deydim? Xaltamning endi dorin bo'lg'isi ketdi. Bu kunlarda oy qizning oy kuni yaqinlashib qolgandek seziladi. U pat-patla Amonqulning murisiga beshini qo'yib, "Urumchiga sizmi boramsiz?" deb so'rab qo'yadi. Amonqul bo'lsa, nima deyishini bilolmay, uning yodong'irab qolgan mag'zini silab, "Astag'firullah" deb jim bo'lib qoladi. Li Shufuning baxtiga bu yil qish tez chiqib ketdi.
Şemsiye hisobı bilan mart iyi kirmayla Tömür xalpa 200 dan o'shiq tanlangan yigitlari bilan yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Torpaq o'z xo'ja Ahmad, Qosim qiziq, Ansarlamu shularning orasida edi. Tömür xalpa Aman qulnimi birga elib maqmoqchi bo'lganda Rabixon mo'may kelin oila ko'z yo'rib olgandan keyin orqalaridan borg'ay deb unimadi. Tömür xalpa yo'lga chiqadigan kuni bolalarni oxirgi qitim suyib xo'shlashayotganda So'rixon ayla ko'z yishi qilib turib, Xudoyim, shu bolalarning taxtiga bo'lsa-mu, boshlarini omon qilg'ay. Xudoyim buyursa, uzunga qolmay, hammanglarni Urumchiga oldirib chiqaman. Dedi-yu, o'zining ko'zida yosh agib ketdi. Safarqul bilan elib olgan boshliq bir necha yuz kishi Tömür xalpalarni 4 kishi uzitib keldi. Jamoat xo'shlashib bo'lganda Nurul bova qo'l ko'tarib, "Yo'linglar oq bo'lsin. Ko'rishkicha omon bo'linglar." So'zilib yotgan oqchuq siyida chang to'zon besilib qolgan bo'lsa-mu, To'rik tarafdagi do'ngning beshida bir muncha kishilarning qorisi ko'rinib turadi. Atsi petib ketayotgan bahor quyoshining oxirgi nurlari ufqni qandoq qizartib turganda, Qumul shahrining 7-8 chaqirim sharqi shimolidagi soyda quyuq chang to'zon namoyon bo'ldi. Sapning oldida Tömür xalpa bilan Lishufu yonma-yon kelyotdi. Mingdan ortiq kishi ularni doqu-dumbaq, nog'ri kalmaylar bilan qizg'in kutib oldi. Qumulning harbiy mulki amaldorlari bilan yurt cho'nglarimi shu yerda edi. Faqat Shamaqsut bangli ko'rinmaydi. Yusuf tayji uningga vakil bo'lib kelgan edi. Tömür xalpa o'z yigitlari bilan Qumulda 3 kun mehmon bo'lib, 4-kuni yana doqu-dumbaq va nog'ri kalmay sadolari ichida Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Ular yo'lga chiqishdan bir kun burun Lishufu Urumchiga borganda lozim bo'ladi deb Ambal Yamulining tarjimoni Said Tongchini uningga qo'shib berdi. 40 yoshlardan oshgan bu odam shu kundan boshlab Tömür xalpining shaxsiy kotibi va tarjimoni bo'lib qoldi. Oqboz otga mingan Tömür xalpa sapning o'ttirsida ketib o'tib, orqasiga pat-patla qarab qo'yadi. Uning yuragi eg'iyotgandek bo'lib, bu tug'ilib o'sgan yerlarni yana ko'rdigan kunlar bo'larmi? deb o'ylaydi ulug' kichikdan. Dal shu chaqda Lishufu bilan Bayvinchov Shamaqsutning mehmonxonasida qaqaqlab kulmoqda edi. Shu arada o'rda qo'viq tarafdan yig'i ovozi keldi. Meyit uzatquchilar oltinliq tarafga ketayotdi. Kim qazo qildi? dedi Shamaqsutning Yusuf tayziga qarab. Veys a'lam. Endi kimni a'lamog'liq tayilsak bo'ladi ekan? Nuriz Damolidan munosibroq kishi yo'q. Yusuf tayji uningga diqqat bilan qarab shundoq dedi. Aqlingiz dumbingizga o'tib qopti. dedi Shamaqsut Yusuf tayjidan yuzini o'rib. 28-bob Fojianing oxiri. Kishilar taqdirdan nola qilishidi. Taqdirda nima gunoh? Har kim o'ziga o'zi taqdir. Maksim Gorki. Mening qozoq kelinchikim o'g'il tug'ib berdi-mi, qizmi? O'g'il. Xudo muborak qilg'ay. Rabixon Oylar opamza Makkada bir joy bor, yalpoqqina, Xudoyim o'g'il bersin, oppoqqina deb yurib, keliginiga yetibdi. Yangijonning itini nima qo'ydinglar? Ormonbek. Ormonbek? Ormonbek. Bu yo'chilli bir ot bo'pti-ku. Kim qo'yib berdi? Dadam. Nima mundaq ot qo'ydi? Ormonliq kunlarda tug'ilgan o'g'il bola bo'lgandan keyin iti ormon bo'lsin dedi. Tömür xalpa chiroyli bezalgan ozoda bir uyning supisidagi yumaloq shira yenida o'ltirib, birer soatdan buyon Omonqul bilan ana shu qilibda paranglashib o'ltiradi.
Amanqul shiradagi nolsa ne'matlarga ancha-muncha baqqach, tomdagi chiroyli zilchi gilamlarga. Mashrang sukni ketil, qasqonliq shapka, parqiroq baltasma va o'ziga tonish bo'lgan yilqi esil qilishqa nazar soladi. Supining bir bo'lingida yo'laklik turgan chiroyli qashqar dutori uning diqqatini hammadan ko'proq jalb qiladi. Ular paranglashib o'tirganda oltin qadoqliq kucha to'pisi bilan bo'rak yoqiliq qizg'ish nemchi chapan va yeshil tovar ko'nglik kiygan silva bo'yliq yosh bir ayol kirib, chiroyli o'ris jinlarga choy qo'yib turadi. Sumbul chashlari sag'risiga tushib turgan bu ayol Temir xalpining Urumchidan olgan xotini Qamarni Saxin edi. Temir xalpining bu ayolga o'ylanishimi qiziq bo'lgan edi. Temir xalpa Urumchiga kelib ikkinchi kuni Yang Jangjong uni izzat ikrom bilan qabul qilganda, ondan mundan gap so'rab, "Xonamingizni billa elib keldingizmi? Jangjongga xizmat qilg'ili kelgan kishi bola chaqasini so'rab yursa qandoq bo'lg'ini?" deb javob berdi Temir xalpa. Bu javob Yang Jangjongga nihoyatda yoqdi bo'lg'ay, u qaqaqlab kulib ketdi. Atsi Temir xalpining sharbiga tantanalik ziyofat o'tkazdi. Bu ziyofatga amaldorlardan tashqari Uyg'ur, O'zbek, Tatar, Xuyzu boylarini chaqirdi. Shuningdan boshlab qatori mehmondorchilik qizib ketdi. Shundaq joylarning birida Yang Jangjong boylarga qarab, "Tedarini o'ylab qo'ymamsizlar. Xonimi kelgicha yolg'iz yotamdi, ha?" Bu gap o'yindan ching'i chiqib, boylar 2 kun ichida bir o'yni jab düşdida, uni Hofiz Yingzangning tul o'ldirgan singlisi Qamarnisa xonga nikohlantirib qo'ydi. Endi uning ulfatlarimi ko'payib, kunda degudek o'yin tamoshi bilan gazarmaga berishqimi cho'disi tegmaydigan bo'lib qoldi. Qadimgi Yunon shoiri Homerning "Bugun to'y tomosha, atilikka choy ziyofat bo'laversa, kishining ko'ngli vayron bo'ldi" deginiga o'xshash, uning o'zimi ximirdek bo'shib ketdi. Talog'i chiqsa darin, uyga kirsa g'ojam deb jaranglaydigan nozik tovushlar xuddi bir sehrlik allaydek uning ko'nglini bo'shga bo'lib uxlatmoqda edi. Kunlar va oylar shundoq o'tib Amanqul 2 hamrohi bilan kelib qoldi. U o'z hamrohlarini gazarmaga joylashtirib qo'yib, darhol Temir xalpining yangi tutgan uyiga kelgan edi. Yuqorida aytganimizdek, Temir xalpa Safar qulning navri bolasiga Ormonbek deb yo'chin ot qo'yganligining sababini anglab, birdan jim o'tirgandan keyin, qolgan qarindoshlarmi shundoq o'ylandigandi. Amscho, sen yo'lga chiqib atsila, xo'jini yoz polgan, endi bo'lmadi. Men bu ishlarga aralashmayman deb ichkariga taqqa kirib ketdi. Nurul bovam bir hafta yetib, voy isit, xalpamni Xudoyimga topshirdim deb jon uzdi. Uning ustiga gap shu yerga kelganda Amanqulning ko'ngli buzilgandek bo'lib, yerga qarab jim o'tirib oldi. Gapingning oyg'ini yetmamsan. Aytay Temir aka, sen menga hem aka, hem ota. Seningdan gap yo'shirsan bo'lmas. El yurtning nima davatqanligini bilamsan? Men nereden bilay sen aytmasang? Sen ketib orqangdilla munda qo'shoqlar chiqdi. Temir xalpa qo'pib o'xshatmidi ishni. Takabburlik dastidan tang ko'rmidi kishini. Temir xalpa ketdi-g'u, Urumchiga yetdi-g'u. O'ng yeniga o't qo'yib, zardi bilan ketdi-g'u. Urumchining yo'lida 60 yada buloqpa. Temirni ilib chiqsa, har kunliki so'raqpa. Olamga patmagan sarka, kundukka qandoq patqansan? Patqansan, og'zini qandoq yopqansan? Uyning ichini jimjitlik bosdi. Birdandan keyin, yana cho. Eliqi lidorim degan tulka sen ketib uzun o'tmayla, yana taqqa chiqib, hamma ishqa chat kirib oldi. Bosq akamni qarmamdigan texi. 12 taqqa boshqilimiz deb dolisiga qiqib qo'ysa, xudini bilolmay hammaga qo'l chiltiydigan bo'lib oldi. Lidorim bilan ikkisi gapini bir qilib,
Öyle to'xta degan qora yuzni tepib kelishga odam avatmoqchi bo'pti dektehi. Bu vaqtcha uni qo'rayga ekilib olgan bo'lmasmi? Mo'shunda qishloq chidamay, eli polgon akam, nima qilsanglar qilinglar deb hech ishga aralashmas bo'lib oldi. Ba'zilar birlab, ikkilab, besh qo'ygan tarafga ketgili turdi. Dadammo nerinkirga ketib, o'z o'qitimizni qilsaqmikin dedi. Men Temir akamdan bir uchur bo'g'icha turib turayli deb to'xtatib qo'ydim. Qisqasi, biz bo'ri tekkan padiga o'xshash chechilib ketyapmiz. O'zinglarda qolgan miltiqlarni nima qildi? Nima qiladi deysan? Jahon tinchidi. Endi bu ko'sayning sizlarga nima lozimi bor? Ketman gurjigonlarni ilib, teriqchilik qilamsizlar, yo bo'lmasa padanglarni boqamsizlar. Sizlarga shu yaxshi deb bir-birlab yig'iyotidi. Qo'ral topshirganlarga shong beryotidi. Temir xalpa bu gaplarni anglab, o'rnidan das qopdi va soqolini siqimlab, u yoqdan bu yoqqa ishtik mengishga boshladi. U shu topda behush holatda qafasga tushib qolib, bir hozirdan keyin hushiga kelganda o'zini har tarafga urishga boshlagan yo'lbosqa o'xshaydi. Biroq u bora qadamini ostilatib, Omonqulning oldida to'xtadi-da. Taqdirdan kelsa, qechib qutulg'ili bo'lmas degan gap bor. Buning hammasi taqdir o'xshaydi ofkam. Taqdirmi, emasmi? Buni men bilmayman. Ammo el yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Yuragimni ichitayotgan xatolarimni yuyishga ko'z yishim kamlik qiladi. Temir Malik. Omonqulning keyingi so'zi Qo'raydagi chaqdilar yuzlarcha qaytim takrorlangan gap bo'lsa-mu, bugun Temir qalbiga xuddi tunji qaytim anglanayotgandek tuyuldi. Kimdir biri boyiqi qo'shoqlarni qo'lqining tuvida yana aytayotgandek yuragi chimildab, chiroyi totirib ketdi. Li Shufoning oldam xalsiga tushib ketdimi nima? deb o'ylaydi u. Shu chaqda qaysi bir yili Gamaza Tunganning uyida ko'rishgan heliqi odamning biror oy burun aytgan gaplari yodiga keldi. Said To'ngchi o'rib bergan bu gapning mazmuni mundaq edi. Siz Urumchiga xato kelib qoldingiz. Bizning kitoblarimizda yo'lvosni tog'dan ayirib tish degan gap bor. Yangjanjong sizni tog'dan ayrilgan yo'lvos qilib qo'ydi. Siz tog'da tursingizlar, bular sizdan qo'rqatdi. Endi qo'rqmaydi. Yangjanjong keyin yana qilg'uligini qiladi. Chunki u inqilobga qarshi xalqni yaqlaydi. Hozirmi Yuanshgayni qo'llab, Sunjongshan apandiga qarshi turyapmanda. Ammo Yuanshgay cho'qim mag'lub bo'ladi. Jungo xalqi xalqdan bezor bo'lgan. Yaqindala yana inqilob bo'ladi. Siz shungacha tog'da tirkishib tursangiz obdan bo'ladi. Temir xalpa Urumchiga kelganda Haydar apandimi? Hay birodar. Sizning dorim bo'lganligingizni tabriklashga tilim bormaydi. Sizni o'ziga bosh qilgan necha minglagan xalq to'pidan ayrilib, bu yerda turishingizning qanchalik foydasi bo'lar ekan? Biliq, daryo dengizda erkin uzalaydi emasmi? degan edi. Temir xalpa u chaqlarda bu gaplarga ancha pisand qilmagan edi. Endi Omonqulning aytganlarini anglab, o'zini qo'yadigan yer topolmay qoldi. Shu kundan boshlab boylar bilan amaldorlarning uylaridagi bazmi mashrablarmi, Qambarnisa xonning do'tlarini chekib o'ltirib aytadigan sho'x naqshillari bilan qosh ko'zlarini suzib erkalashlarimi uningga xush yoqmas bo'lib qoldi. U pat-patli gazarmaga berib, Yangjanjong avatgan harbiy ta'lim muallimlarining yigitlarga harbiy mashq o'rgatishlarini ko'rish bilan kun o'tkazadi yoki Ulanbay tarafga o'rdak ovlashga ketadi. Va yoki o'ziga o'xshash Yangjanjongga el bo'lib, Turpandan Urumchiga chiqqandan keyin Yangjanlik martabasiga erishgan Mo'ydin xalqining uyiga berib, holmon qilishadi. Gohi kunlari gazarmada qo'nib qoladi. Bir oqshimi Qamarnisa xon uning bulutliq osmondek tutilib olgan chiroyiga qarab, "Mendan zerikkan bo'lsalar, xaytimni basila" deb tashladi. Temir xalpa xuddi shu gapni kutib turgandek, darhol rasmiyatini ado qildi-da, bir qo'l yotgan ko'rpisini Omonqulga ko'tirtib, gazarmaga ko'chib ketdi. Hozirgi Urumchi shaharlik 20-boshlang'ich maktabning o'rni sepil bilan qo'rshalgan bir gazarma bo'lib, Temir xalpa Urumchiga chiqqanda o'zining 200 necha yigiti bilan shu gazarmaga joylashgan edi.
Yang Jangjong tömür xalqini alohida e'tiborlab, uning oylik maoshini odatdagi batalyon komandirlarining maoshidan bir hassa ortiq qilib, 160 sar kumush belgiladi. Qo'l ostidagi yigitlarga darajalarga qarab 30 sardan 10 sargacha maosh tarqatdi. Biroq yigitlarning qo'rsiqi to'q, bo'yi butun bo'lgan bilan ko'ngli yerim edi. Ular Urumchiga nima uchun chiqqanligini, nima uchun bekor maosh elib ko'chalarda lag'aylab yurganini, harbiy mashqni nima uchun qilayotganligini tushunmaydi. Uy yurt, qovum qarindoshlarni sig'inish dardi ularni yomon bir og'riqda qiynashga boshladi. Shunga ba'zilari ich pushqini 4 o'shiq bilan chiqarishga tirishsa, ba'zilari sho'pon yoqalaydigan bo'lib oldi. Bo'libmi, aman qullardan yurtning ahvolini anglagandan buyon bu ahvol texmi kuchayib ketdi. Ba'zilar "Xaltamga tuzukroq aytmabsan, bo'lmasa bir nima deydi" deb aman qulni jimalaydi. Torpaq o'z xo'ja Ahmad bo'lsa, o'z odati bo'yicha g'ejakni qo'liga elib, ko'nglini muqam bilan baslaydi. Qosim qiziq bilan Ansari qo'llariga dab oladi-da, naqshi bilan dardini bosmoqchi bo'ladi. Tömür xalpa Qamarnisa xonning xaytini berib o'tib, gazarmaga ko'chib kelgan oqshimimi, yigitlarning bir qismi ochiq oydin maydonda Torpaq o'z xo'ja Ahmad bilan Qosim qiziqni cho'ridab o'ltirib, naqsha anglab o'tadi. Tömür xalpa putining uchida dastlab kelib, ularning yenidagi qor yog'ochning orqasiga o'tib oldi. Qosim qiziq naqshisini davom qildirdi. "Yuqori barg'um to'la, baray desam qori to'la. Shu g'irib sharida jinim qapasga mubtala. O'l paxta buzuq chig'riq, chigit chaqqanni aytaymi? Kishining yurtiga kelib, g'irib bo'lganni aytaymi?" Tadi yutkilib yana bir naqsha boshlandi. "Men o'lsam, o'likimni tog'da qo'yinglar. Tog' yo'li yiroq kelsa, bog'da qo'yinglar. Yuzimni qibla soyon ochib qo'yinglar. Beshimga bir dasta gul sanchib qo'yinglar." Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Sizdek muhim kishimizni qo'raliq to'qinish bo'layotgan yerga avatsam, qo'limdagi isil shamsharni toshi o'ldirishga ishlatgandek ish bo'ladi. Sizlar bizning qinimizni to'ksanglar gunoh bo'lmay. Biz o'zimizni qo'g'dashga harakat qilsak, gunoh bo'lamdi. Sen kitobga yozib qo'yg'idek gaplarni qilishni biladi ekansan. Botirliging bilan billa aqlingga men qoyilman. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdursul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Necha yil fotograflik qilib shuni his qildimki, haqiqiy go'zal manzarani apparat orqali tarqib olmaydi. Amaliyotda ana shu go'zal manzaralarni eng avval bayqaydigani asli o'zimning bir jup oddiy ko'zim ekan. Chunki faqat shu bir jup oddiy ko'zimizla har bir go'zal manzarani mangulik aslimizga aylantira oladi ekan. Ko'zimizni ostirganlik, o'zimizni suyganlik. Mening ko'zim eng chiroyli.